mana bugungi bizani birinchi qaldirg'ochlarimizni chiqarish kunimizga qilgan mehnatlaringiz uchun aziz ustozjonlar, sizlarga juda katta rahmat. Ilohim sizlar ham baxtli, saodatli bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Shu farzandlarimizni, kelajak avlodimizni Assalomu alaykum. Bugungi go'zal va unutilmas bayramimizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar, aziz onajonlar, mehribon ustozlar hamda bugungi tantanamizning eng aziz mehmonlari, jajji bitiruvchilarimiz. Bugun quvonch va hayajon bir-biriga qorishgan, mehr va sog'inch uyg'unlashgan unutilmas kun. Kichkina qalblarda katta orzular unib chiqqan, jajji qadamlar esa ulkan hayot sari dadil odim tashlashga shay turibdi. Go'daklikning beg'ubor onlari, ilk she'rlar, ilk qo'shiqlar, ilk do'stlar va beg'ubor kulgular bag'riga singan oltin toj. Bugun o'z farzandlarini katta hayot sari kuzatmoqda. Har bir bolamiz bog'chamizning porloq yulduzi, ertangi kunimizning ishonchli bunyodkori va vatanimizning yorqin kelajagidir. Keling, bugungi tantanamiz qahqaha va quvonchga olqishlarga boy bo'lsin. Aziz mehmonlar, guldek ochilgan jajji bitiruvchilarimizni gulduros qarsaklar ostida sahramizga taklif etamiz. Marhamat. I just woke up from a dream. You and I had said, wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm running like it's the last night. It's the last night. Let's go Salom va shukrona. Ulug'bek va Xadicha, Nazirov Islombek, Bo'ston va Imona, Inoyat Muhammadali, Hamid va Marjona, Abdujabborov, Boyazid. Bilan kulgan kunim unutilmas har bir zum. Rahmat senga bog'chajon, baxtga to'lsin har bir on. Bunga baxt
kulib yursin har biri. Bog'chamizni yaxshilab, bo'lsin bizni faxrim. Qo'limdagi qasdini bugun sizga aytaman. Xayr endi aziz bog'cham maktabdan qaytaman. Seni maktab jo'raydi, yangi yillar boshlaydi. Ammo seni unutmaymiz bog'chadan xayr. Xayr bog'cham mehrli maskan, bag'ringda esdim men shodon. Kulgu quvonch uyim kulgular, qoldi qalbimda sana. Qo'lim sanchar endi maktab chorlar meni yangi yillardan. Aziz mehmonlar, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning bir qismiga aylanib qoldi. Ammo shuni unutmaylikki, telefon vaqtinchalik ko'ngil ochar vosita bo'lsa, kitob esa insonning umrbod hamrohi, eng yaqin do'stidir. Bolajonlarimiz tomonidan kichkinagina sahna ko'rinishini namoyish etishadi. Marhamat bolajonlar.
hayotimizning eng quvonchli va unutilmas onlaridan biri ham yetib keldi. Keling, tantanamizning eng shirin mehmoni, bayram tortini guldiroz olqishlar ostida davramizga taklif etamiz. Marhamat. Yanada yuksaladi. Ezgulikni o'ziga maqsad qilgan, bolajonlar kamolini eng oliy baxt deb bilgan insonlar bor ekan, kelajagimiz porloq bo'ladi. Bugungi unutilmas bitiruv tantanasi ham ana shunday ulkan mehr va g'amxo'rlikning samarasidir. Endi esa Oltin toj maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbari, jamoamizning ilhomchisi va bolajonlarimizning mehribon homiysi Zamira Haydarovnani tabrik so'zi bilan sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli mana shu san'atkorlar komandasi, aziz bolajonlarimiz, muhtaram ustozlarimiz, hammamizga bugungi bayram muborak bo'lsin. Avvalo ota-onalarni bizga farzandlarini topshirib berganlari uchun hammamizga rahmat, ishonch uchun rahmat. Biz bajon hislanib qolgan farzandlarimizni ham kelajak avlodiga har qanday farzandni zo'r tarbiyalashga chin dilimizdan, yuragimizni to'ridan mehnat qilib harakat qilamiz. Chunki uni ko'ngil istaydi. Ko'ngil istamagan ish halol bo'lmaydi. Yurakni to'rida agar shu maqsad bo'lsa zo'r bo'ladi. Hurmatli ustozjonlar, bugun mana shuncha mehnatlaringizni mevasini ko'rdik. Nasib bo'lsa bu bolajonlar hammasi a'lochi bolalar bo'ladi maktabga. Juda chiroyli mehnat qilibsizlar, qattiq mehnat qilibsizlar. Sizlarga ham katta tashakkur. Bayazidjon, jamoasiga kattakon rahmat aytaman. Juda ham xursandman. O'g'limga juda ham chiroyli bilim tarbiya berganlar uchun hammalariga kattakon rahmat. Juda xursandman yutuqlarni ko'rib. To'g'risi rahmat kattakon hammalariga. Assalomu alaykum. Rahmat, Iqtizarbasizga, Zamirabasizga ham kattakon rahmat. Jara ustozlari, Nodira, sizga ham rahmat. Shayxlardan tarbiya beribsizlar, ikkita farzandimga ham katta rahmat. Assalomu alaykum, ustozlar hammasiga katta rahmat. Chempion qilibsizlar, nechta klublar, medallar olib keldi, medal
ichida yaxshi o'yingan, tarbiyamiz bergan hammalariga rahmat. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Assalomu alaykum, oltin to'y jamoasi. Avvalo katta rahmat chiroyli tadbir uchun. Shular shu boladan aqlli, o'qimishli o'qishni yaratganlari uchun rozi bo'linglar mehnatlaringizga. Bizlar mingdan rozimiz. Kelajakda bizlar sizlardan kasbiy maktab kutamiz. Birinchi o'rinda keyin universitet. Assalomu alaykum, oltin to'y jamoasi. Nafisa va Zamira rahmat sizlarga. Ochilmagan qadamlarni ochib berdingizlar. Ancha yuksalib, bilimli bo'lib, fotoğraf berdi. Rahmat. Assalomu alaykum, sizlarga kattakon rahmat aytamiz. Nasib bo'lsa kelajakda ham yaxshi institutlarga kirib, sizlarni eslab, yo'qlab keladigan farzandlarsizlar. Assalomu alaykum, hammangizga rahmat kattakon sizlarga. Men shunchalik Marjonaxonni ilmli, bilimli bo'lib, kecha maktabga borganimizga ham hamma o'qituvchilari so'rab, bu o'zi maktabda qaysi bog'chadan kelibsizlar deb so'rab, hamma o'qituvchilar sizlarga rahmat aytdilar. Rahmat kattakon, men xursandman shunchalik ikkita farzandim shu bog'chaga kelib, ilmli, bilimli hamma bolalar ichida bular ajralib turadi uyda ham. Men ikkitasiga juda qiynalgan maktabdalarga, lekin bu ikkitasi uchun umuman qiyinchilik ko'rmadim. Rahmat kattakon, hammalaringizga rozi bo'linglar, qilgan mehnatlaringizga rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Sevimli kelganman, uni tushunib beradilar. Hammalaringizga katta rahmat. Sizlarni bunga imonam qo'ymagandim, lekin shunday nimaga biladan bir oy bo'ldi-ku, oltin to'ydan kelganligini bilib, o'zini shunday beimtihon oldi. Rahmat.